Amerikada politsiya ishlamaydi. Nimagaligini hozir tushuntirib beraman. Bu trakchilik proyekti yangiliklar, life hacklar va insaydlar. Amerika Qo'shma Shtatlarida agar sizni hayotingizga yoki xavfsizligingizga bevosita xavf tug'ilmasa, deyarli 90% holatda politsiya harakat qilmaydi. Oddiy misol, sizni 10 tonnali trakingiz o'g'irlangan bo'lishi mumkin. Hatto siz kim tomonidan o'g'irlangan, qayerda joylashganini ham bilasiz. Lekin bu hodisa rasman ro'yxatdan o'tmaguncha hamda politsiyaning ma'lumot bazasiga kiritilmagunicha ular hech narsa boshlamaydi ham. Hammasi shu rasmiy jarayonni tugashini kutib o'tiradi. Ariza topshirish faqat shaxsan borib qilinishi kerak. U degani ularga trak Ohio shtatida o'g'irlanib, sizlar Floridada joylashgan bo'lsanglar ham shaxsan borib politsiya bo'limida yoki sherif idorasida qo'lda yozib arizani topshirishingiz mumkin. Sizlar o'ylaysizlar, bizda byurokratiya rivojlanib ketgan, qog'ozbozlik ko'p deysizlarmi? Yo'q. Bu yoqda ham xuddi shunaqa holat. Siz borib arizani topshirdingiz, siz omadli inson bo'lsangiz, arizani ko'rib chiqish vaqti 24 soatdan 72 soatgacha vaqt oladi. Shu vaqt ichida politsiya hech qanaqa rasmiy harakat qilishga haqli emas. Qolgan payt esa ular ishni bir-biriga to'nkab, biz bu bilan shug'ullanmaymiz, bu bizni yurisdiksiyamizga kirmaydi degan bahona bilan mas'uliyatdan qochishga urinadi. Savol tug'iladi, nimaga unaqa valakita ko'p, nimaga uncha vaqt ketadi degan savolga javob oson. Amerikada 40 sekundda bitta mashina o'g'irlanadi. Объем juda ham katta. Qo'pol qilib aytganda, "Neda тебя" degan bahona bilan ular shunaqa ko'p vaqt ketkazadi. O'lganning ustiga tepganda, O'zbekistonda bo'lib turib, bunaqa holatlarni ustida ishlash juda ham qiyin. O'lganning ustiga tepganda, O'zbekistonda bo'lib turib, bunaqa holatlarni ustida ishlash juda ham qiyin. Nima ham derdik? Holat shunaqa, lekin ish ketish kerak. Agar siz shu sohada ishlab, normalniy soqqa qilaman desangiz va logistika sizga realniy qiziq bo'lsa, albatta trakchilik proyektiga obuna bo'ling, like qo'ying va kommentariyda savollarni qoldirishingiz mumkin.